Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari. Klientimizning uylariga zakaznoy qilib yasab berganmiz. Ham spalniy bo'ladi, ham teylari sandig'i ochiladi. Razmerlariga keladigan bo'lsa, bu yerda hozir 3 metrga 320 qilib berganmiz. Ikkita pushkalarni qilib berganmiz. Bu yerda katta pushkalarni qilib berganmiz. Teylari sandig'i ochiladi. Teylariga laminatli qilib berganmiz. Bemalol og'ir yuklarni ham qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Xo'p, o'rtoqlar, ishimiz yoqsa bitta like bosib ketasizlar, kommentariyada fikringizni yozib ketinglar. Ortopedический пружинlar qilib berganmiz. Qaranglar qanaqa baquvvat chiqqan. Nima deysizlar? Rangi mos tushganmi oshxonaning rangiga? Kommentariyada yozib ketsanglar, xursand bo'lamiz. Teylari mana delfin mexanizm qo'yib berganmiz. Rossiyskiy bo'ladi. Akkuratni vaqt bemahalga, misol uchun krat ishlatsanglar bo'ladi. Bu yog'ini biz sanduq qo'yib berganmiz. Sanduqlarni qaranglar qanaqa chiroyli bo'lgan. Razmeri standartdan kattaroq bo'lgani uchun o'rtasiga перегородка qo'yib berganmiz. Bunday ortopedический пружина. Har xil ranglarda qilib beramiz. Sizlar xohlagan rangda qilib beramiz. Dekorlarni ham o'zgartirib bersak bo'ladi. Mana delfin mexanizmlarini yig'ishtirilishlari ham oson, takoy ko'rasizlar. Xo'p, bu yerda endi dekorlarni qo'yib berganmiz. Dekorlari MDF dan bo'lgan. Buni ham baquvvatligiga o'zingizlar bitta baho berasizlar. Ishimiz yoqsa bitta like bosib qo'yasizlar. Qaranglar qanaqa baquvvat ishlanyapti. Hammasi baquvvat qilingan. Garantiya 1 yil beramiz. Pushka o'zi ham ancha baquvvat ishlangan. Qaranglar mana. Pushka o'zi ham qanaqa 110 kilolik vес ko'taryapti. Shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, poytaxt mebelga murojaat qilinglar.